Men Xonkildiyeva Feruza Hakimovna, O'zbekistonimizning Samarqand shahridanman. Vrachman. 57 yoshdaman. Maktabda a'lo baholarga o'qiganman. Institutda yaxshi bitkizib, vrach ortoped travmatolog kasbini egallaganman va xalqimizga 33 yil mobaynida hormatolmay xizmat qilib keldim. Shu jarayonda men 54 mingdan ortiq bemorlarga chanoqson bo'g'imi sohasidagi muammolariga yechim topib, yordam berib kelganman. O'zimni sog'ligim tufayli Tianshi korporatsiyasiga kirib kelganman. 2007-yilda sahrim 14.5 bo'lganida juda ham ahvolim og'ir edi. 10 kiloga ariqlab, juda ham yomon ahvolga tushib qolganman va kechqurun esa 5-10 martalab dalaga chiqqanman. Hech kim qilib bera olmagan natijalarni menga Tianshi korporatsiyasining mahsulotlari yordam berib, 3 oy davomida meni sahrimni 5.5 qilib bergan va 19 yildan buyon esa mana shunday darajada 5.5 bilan yuribman. Buning uchun korporatsiyaga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Hozirgi kunda men asta-sekinlik bilan ishlab juda katta pog'onalarga erishdim. Passivniy dohod olishim uchun men sistemali ravishda ishlashni tushunib yetganimdan keyin YESIS sistemasi tizimiga kirib 1 yildan beri o'qishimni davom ettirdim va yaqindagina Olmaota shahrida YESIS tizimida festivalida ishtirok etib, nufuzli konferensiyada 1-o'rinni egallab va dunyo miqyosidagi lektor degan unvonga sazovor bo'ldim. Komandamga keling, sizga barcha sir asrorlarni o'rgataman.